TikTok akkauntingizga rasm qo'yganda yoki video qo'yganingizda ustiga muzika qo'yishni bilmayapsizmi? Qani ketdik, o'rganamiz. TikTok akkauntingizga kirib olib, o'rtadan plyusga kirib, galereyaga kirib olamiz. Masalan, mana shu rasmni tanlaymiz. Dalya qilamiz, rasmni tanlab. Mana tepada o'zi musiqa tanlab beradi TikTok. Agar shu musiqani xohlamasangiz, mana shu yerdan bitta bosasiz. Mana для вас degan joydan o'zingiz musiqa tanlab olasiz. Xohlagan musiqangizni qo'yasiz ustiga. Va yo'q, bu yerda menga musiqa yoqmadi desangiz, mana bu yerda mana lupa bor. Lupadan musiqani nomini yozasiz, mana bu yerda poisk berasiz, chiqadi. Yoki mana manidan poisk bersangiz bo'ladi. Musiqani nomini yozsangiz bo'ldi. Agarda sizni mana shu rasm kalta bo'ladi, musiqaga ponni tushmaydi, shuning uchun nima qilamiz? Mana bu yerdan mana funksiyalardan birini bosamizda, mana shu rasmingizni uzaytiramiz musiqa bilan baravar qilib. Mana rasm ustiga bitta bosamiz va rasmni mana bunday qilib uzaytiramiz. Mana qancha uzaytirsangiz uzaytirasiz, mana musiqa ham orqasidan o'zi keladi. Mana rasmni shunday qilib uzaytiramiz. Musiqangiz ponni mana shu rasm bilan birgalikda bo'ladi. Video qo'yganingizda ham xuddi shunday qilasiz. Mana endi rasmingiz musiqa bilan baravar aytadi.